8 aprel mana yana bitta klientimizga shunaqa sarpa komplektimizdan qilib beryapmiz. Italyanskiy fason bagimamizdan qilib beryapmiz. Ikkitalab servirovkada ovovatdilar. Buni kayfiyati vasha zo'r. Fujer Martinga qilib beryapmiz. Salfetnitsalar qilib beryapmiz. Qaranglar, asalligini shunaqa chiroyli turadi. Unga moslab termos, patnos qilib beryapmiz. Kayfiyatlari zo'r. Shunaqa chiroyli chiqdi. Kenejon yoqdimi o'zingizga? Mana bu yerda tekshirib olishyapti. Yoqdimi? Rahmat, xayrli bo'lsin. Ilohim baxtli bo'lsinlar. Mana bu yerda qaranglar, shuncha narsalar, shunaqa baraka bo'lib ketdi-da. Pechonitsalar qilib olganlar va ish zo'r chiqdi. Ilohim xayrli bo'lsin. Mana dodajon duo qilib yuboring. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu va salam ala Muhammad, annabi ummi mahmud olan mana shu asboblarni chiroyli ishlar hammasini bo'lagina yaxshi kunlariga, yaxshi to'ylarga ishlatsin. Navara kuyovimiz bilan baxtli saodatli bo'lsin, yuzingiz chiqsin bir-biriga. Sizlarni ham tanjoninglar sog' bo'lsin. El yurtida shuncha mana arzonchilik narsalarni kelishtirib, bizga jalb bo'lmaydigan holatda qilib beryapsizlar. Alloh unini to'ldirsin. Kunimiz oqibatimiz xayrli qilsin. Allohumma salli va sallim. Amin. Allohu akbar. Xayrli bo'lsin. Ilohim baxtli bo'lsinlar. Chiroyli kuninglarda bizani bagimamizni boshlayotganingizdan kattakon rahmat, minnatdormiz. Shu yerga klient bizga baraka topdi. Rahmat. Navaranga ham kelganmiz. Mana bunga ham keldik. Hali qizlar Inshaalloh. Keyingilarga ham yana kelamiz. Inshaalloh hammasini o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Rahmat kattakon. Inshaalloh sizlar ham kelib shunaqa xarid qilib olinglar. Rahmat kattakon.